Salom, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizga kelgan xodimidingiz? Ha, shunaqa. Meni ismim Fotima. Bu Fotima, ofisdagi eng tez do'stlashuvchi xodim. Magazinlarda ishlayman. Bu xatlar. Qara, o'zi hamma kelgandan paxta qo'yishni boshladi. Sanga nima farqi bor? O'zini tanishtiryapti-yu. Mayli, savollar bo'lsa shu yerdaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. Viktoriya, siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, Nasiba opa? Bohirjon yana kechikyaptilarmi? Bu esa Mohirning kreslosi. U asosan bo'sh turadi, chunki egasi ofisdagi eng ko'p kasal bo'ladigan yoki kechikib keladigan xodimlardan biri. Haliga bu kech qolishdan himoya qiladigan qanaqadir sug'urta yo'qmi sizlarda? Kech qolishni bilmadim-u, lekin ishsiz qolishdan sug'urtalash mumkin. Tak что... Ishsiz qolishdan? Yo'q-e.